$63 ming Hyundai 145 talik texnikamizni andijonlik mijozimizga sotdik. Buni to'liq videolari bor. Buni qo'yamiz, Instagramga, YouTube tarmog'iga ham qo'yamiz. Hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Pulni tekshirish jarayonlarini, texnikaning holatlarini videosini qilamiz. Lekin bugun sizlarga bu texnika haqida emas, mana bu 60 talik Volvo texnikamiz haqida gapirib bermoqchiman. Xo'p, texnika sotiladi. Sotuvda. 2019-yil 7100 soat ishlagan texnika. 7100 soat ishlagan, juda ham holat yaxshi, balonlari 70-80% holatda. Xo'p, motori ham butun, shilanglari butun, hech qayerdan yog' oqmagan, ovozlari ham, ishlash holatdagi ovozlari ham juda ham tiniq, chiroyli holatda turibdi. Videoning davomida buni ishlash jarayonlarini sizlarga qo'yib berib ketamiz. Komplektida 3 ta kovushi bo'ladi. Kovushi bo'ladi. Bunga qo'shimcha agar sizni talabingizdan kelib chiqib, xohlasangiz 360 adapter qo'yib beramiz, xohlasangiz monotok qo'shib beramiz yoki tirnoq qo'shib beramiz. Endi bu sizni ya'ni mijozni talabiga binoan shunaqa bizga komplekt qilib beringlar desanglar, komplektini qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, texnikani ko'rinishi ham mana aytib turibdi, qanaqa holatdaligini. Xudo xolasa buni shundoq olib borasizda, qayerga bo'lsa, O'zbekistonmi, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi farqi yo'q, olib borasizda darhol mehnatga tashlab yuborsangiz, mehnatingizni qilishni boshlaydi. Hech qanday kam-keti yo'q. Hozir buni tekshirdik, ishlash jarayonlarini hamma joyini ko'rdik. Oraylarda 49500 ga SIP, ya'ni 49500 ga yo'l kirasi ichida bojxonagacha ushbu texnikani yetkazib beramiz va 49500 ga ushbu texnikani oladigan akalar bo'lsa, videoni ko'rayotganlar ichida Hyundai 145 talik texnikamizga qo'shib ikkalasini darhol yuboramiz, ya'ni chiqarib yuboramiz va 20 kun 25 kunda manziliga yetib boradi. Sizdan nima qoladi? Texnika yetib borgandan keyin bojxona to'lovlarini to'lab, texnikani olib chiqib ketish va darhol mehnatga solsangiz bo'laveradi. $49500 ga juda ham chiroyli narx. 2019-yil 7100 soat ishlagan texnikani ko'rinishini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hech qayerlarida mana yog' ham oqmagan, o'rtalari, kardallari ham mana butun. Aytamanki, xudo xolasa umuman sharmanda qilmaydi sizni. Mingdan ming rozi bo'lasiz olgan texnikangizdan. Akalar, xudo xolasa ishonaveringlar. Bizga mana quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, qolganini gaplashamiz. $49500 ga bunaqa narxda, bunaqa holatdagi texnika kamdan kam chiqadi. Tezroq mana telefon raqamlariga bog'langlar, sizlar bilan qolganini gaplashamiz.